Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan men yana Isroil Bazbek. Bugungi videomizda o'tgan videoda berilgan va'damizga binoan o'zimizni OAuth providerimizni yaratamiz, ya'ni OAuth platformamizni yaratamiz. O'tgan videoda o'sha men aytgandim va aktiv yaxshi bo'lsa qilamiz degandik va aktiv juda ham yaxshi bo'ldi. Rahmat hammanglarga va endi biza bu videoda men sizlarga OAuth platformalar qanaqa ishlashligini sizlarga 0 dan 100 gacha tushuntirib beraman. Ya'ni bu video tilga bog'liq bo'lmaydi, ya'ni qaysidir tilga, sohaga bog'liq bo'lmaydi. Siz xohlasangiz front-endchi bo'lishingiz mumkin yoki back-endchi yoki mobil dasturchi bo'lishingiz mumkin. Buni tushunib olishingiz oson bo'ladi, chunki bu yerda biz amaliy emas, birinchi videomizda nazariy ko'ramiz, undan keyingi videolarda amaliyotga o'tamiz. Shunday ekan, siz istalgan soha, ya'ni ITdagi istalgan sohada bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa, bu videoda yana aytib ketaman, nimani ko'rsataman? O'zim yaratgan demo OAuth provider platformamni ko'rsataman. Qanaqa ishlaydi, boshqa klientlar bilan qanaqa integratsiya bo'ladi va buni tagida qanaqa ishlayotganligini men sizlarga mana bu tartibda ko'rsatib beraman. Chizma tarzida mana ko'rib turibsizlar. To'liq jarayonlarni qanaqa bo'lishini tushuntirib beraman. Siz esa videoni oxirigacha ko'ring va bu narsa haqida tushunchaga ega bo'lib oling. Qani bo'lmasam, boshlasak bo'ladi. Xo'p, men sizlarga ikkita narsani ko'rsataman. Birinchisi, bu bizani ko'rib turibsizlar, mana Modern OAuth Provider. Bu bizani video davomida yozadigan, mana shu video kurs deymizmi, shu oxirigacha yozadigan platformamiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi bor, bu client tomon, ya'ni bizani ID.uz deb nomladim bu OAuth platformamizni. ID.uz orqali kirish uchun client tomon, mana bu o'zini backendi bor, o'zini frontendi bor. Bu blok loyihasi va biz blok ichiga qo'yganmiz. Mana ko'rib turibsizlar, login with ID.uz. Ya'ni xuddi nima deydi, Google bilan kirish degan kabi bu yerda ID.uz bilan kirish degan batton bo'ladi, ustiga bosiladi, ID.uz bilan kirib keladi. Qani bo'lmasam, birinchi bo'lib qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana Modern OAuth providerdan yangi akkaunt yaratib olish. Agar bor bo'lsa kirish. Yo'q, hozircha holatimizda yo'q, o'shaning uchun akkaunt yaratib olamiz. Hop, bu yerga parol qo'yamiz. Va 1 2 3 4 5 6 7 8. Akkaunt yaratib olganimizdan keyin mana ko'rib turibsizlar, dashbordini ko'rib turibsizlar. Mana dashbordga o'tadigan bo'lsak, bu yerda nechta bizani klientlarimiz bor, nechta aktiv tokenlarimiz bor, hammasini ko'rsak bo'ladi. Shu yerdan klient yaratsak bo'ladi. Yokida mana bu joydan ham yaratsak bo'ladi. O'zi klient nima deydigan bo'lsa, qisqacha aytib ketaman va mana bu yerda to'liqroq tushuntirib ketaman. Klient degani bu bizani mana shu OAuth klient sekretlar bilan integratsiya bo'ladigan tomoni bu klient deyiladi. Ya'ni siz tushunib qolmang, o'zi odatda klient bor, server bor, klient bu frontend tomon tushuniladi, ya'ni oldi tomon, ya'ni server tomoni o'sha backend tomon tushuniladi, lekin bu holatda unaqa emas. Bu holatda integratsiya qiluvchi tomon client deyiladi. Masalan, bizning holatimizda mana bu blok tomoni. Bu client. Buni backendi bor, frontendi bor, ikkalasi yig'ilib client bo'ladi. Bizani mana bu OAuth platformamiz uchun. Va client yangi yaratishni bosadigan bo'lsak, bu yerda nomini so'raydi. Bu nom nimadan kelib chiqib beramiz deydigan bo'lsanglar, o'zi bu nomni loyihani nomidan kelib chiqib beriladi. Masalan, blog sayt yoki qanaqadir brend nomi bo'lishi mumkin. Masalan, blogning nomi bor. Azizdev blog masalan. O'sha holatda siz nomini berasiz, bu OAuth kodga payti ko'rinadi. Qisqacha buni yozganimdan keyin ko'rasizlar. Mana blog app va callback URL, bu narsani bilamiz. Bizning OAuth platformamiz mana shu callbackga kod bilan state'ni uzatish kerak bo'ladi. O'tgan videoda ko'rganmiz. Buni yanada aniqroq ko'rib olamiz. Client yaratamiz. Ko'rib turibsizlar, buni yaratganimizdan keyin ID bilan sekretlarni berdi. Bu narsa defaultning narsa. Bizi, ya'ni integratsiya qiluvchi tomon ID bilan sekret orqali bizani platforma bilan integratsiya qiladi va biza ID bilan sekret orqali biz qaysi application ekanligini ajrata olishimiz mumkin bo'ladi. Mana, masalan, bitta odamning ko'p applicationi bo'lishi mumkin, ya'ni klientlari bo'lishi mumkin va umuman olganda har bir userniki alohida bo'ladi. Shunday ekan biz nima qilamiz? ID bilan sekret orqali bemalol ajrata olsak bo'ladi. Xo'p, ID ni olamiz. Menda tayyor kodimga demak ID larni qo'yaman. Bu yerda env ga qo'yishim kerak. ID sekret qo'yamiz va undan keyin sekret qo'yamiz.
Bu yerda callback'imiz bor. Mana o'sha bilan bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni localhost o'rniga 127 qilib qo'yadigan bo'lsanglar ham bu narsa noto'g'ri. Chunki tekshirilgan paytda domain bilan tekshiriladi. Ya'ni o'sha domain deganda hozir holati localhost 127 yoki localhost ikkalasi alohida bo'lib tekshiriladigan qilingan. Mana. Xo'p, bo'ldi. Sekretlarni berdik. Endi kelinglar mana shu yerda ko'ramiz. Postlarni ko'ramiz deb hazillashdim. Mana endi bosib ko'ramiz. Qaranglar. Login with ID.uz. Kiradigan bo'lsak, qaranglar. Bu tizimga kirmagan bo'lsak, buni nimaga bu yoqda tizimga kirilgan? Chunki 127 bilan boshlanganda, bu yoqda localhost. Ko'rasizlar? Agar tizimga kirilmagan bo'lsa, ya'ni Google'da ham bilasizlar, Google orqali kirishni bosadigan bo'lsanglar, Google akkauntingiz yo'q bo'lsa, yaratishni yoki kirishni so'raydi. Bunda ham xuddi shunaqa ishlayapti. Ya'ni bu yerda sign in, ya'ni bor akkaunting bo'lsa kir deyapti, yo'q bo'lsa yarat deb so'rayapti. Yana bitta narsani aytaman. Mana bu bo'lishi shart emas. Ya'ni mani hozirgi userim Azizbek Isroilov, emaili aziz161109 edi. Bu yerda faqat o'sha user kiradi degani emas, istalgan user kirishi mumkin. Mana create yangi user yaratamiz-da, mana ko'rib turibsizlar. Randomli Oysha deylik mana. Azizova mana. Yaratamiz. Mana. Kirib ketganidan keyin nima bo'ldi? So'rashni boshladi. Authorize request. Block up. Bu client nomini so'rayapti. Mana shu narsa deb aytayapti. Access your account, ya'ni sana akkauntingga ruxsat so'ramoqchi deb aytayaptilar. Mana bitta emailni ko'rsatib qo'ygan va aytayapti, bu applicationga ruxsat berishni bossang, authorize deb bossang, bu sani deydi profil ma'lumotlaring o'qiydi. Mana name bilan emailingni o'ziga oladi deb turibdi. Xo'p, ruxsat berish yoki cancel bor. Cancel bossa asosiy domain qaytib ketadi 3000 ga yoki authorize bosadigan bo'lsak ko'rishimiz mumkin. Bu yerga qaytib keldi va ko'rib turibsizlar, mana Oyisha Azizova. Tushunganinglardek nima bo'ldi? Biz Oyisha sifatida tizimga kirdik. Ya'ni ID.uz platformamizda Oyisha orqali tizimga kirdik. Endi bu yerda ko'radigan bo'lsak, tokensga kiramiz. Hop, bu yerda bitta registratsiya qilgan appimiz bor. Aktiv tokenlarimiz yo'q, chunki bu token agar biz kirsak chiqadi. Mana bu yerda endi qaranglar. 127 bo'lsa localhost bunisiga kiramiz. Bular aslida alohida domenlar hisoblanadi mana. Go to dashboard qilamiz. Bu yerda men Oyisha Azizovada turibman va aktiv token bor ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana block app uchun bitta token berilgan biz tomonidan. Ishlatilgan vaqti 44 sekund oldi. Buni o'chirib tashlashimiz mumkin. O'shanda nima bo'ladi? Bu tokenni ishlata olmaydi. Bu orqali ma'lumot ola olmay qoladi keyin. Yana bir marta qilinish kerak bo'ladi. Yana bu joyda bitta narsani tushuntirishim kerak. Oyisha Azizova nima bo'ladi? OAuth platforma bunga ham user ma'lumotini beradi. Mana bu localhost 3000 tushunishlar uchun klientimiz, blok klientimizni o'ziga user ma'lumotini olib, alohida saqlab oladi va o'zi xohlagandek qiladi bu yog'iga. Masalan, hozirgi holatda mana bu tokenga bog'lanib qolmagan. Mana buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Mana token revoke qilib tashladim. Lekin bu yoqdan logout bo'lib ketadimi degan savolinglar bo'ladigan bo'lsa, yo'q. Chunki Oyisha Azizovani mana shu blok klientimiz o'zini databasiga alohida saqlab qo'ygan. Bu yoqda mana blog appga kiramiz, usersga kiramiz. Xo'p, Oyisha Azizova mana ko'rib turibsizlar. Alohida yozilgan. Buni o'zgartirsak, Oyisha Azizova 2 qiladigan bo'lsak, bu yoqdan ham o'zgaradi albatta. Lekin bu yoqda providerimizda o'zgarmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, providerda ismi o'zgarib qolmaydi. Bu degani provider, OAuth providerning maqsadi shunchaki userni ma'lumotini berish. Ya'ni doimiy bu yoqda OAuth platformada olmaydi. O'sha narsani eslarda tutishinglarni so'rardim. Oddiy Google bilan kim integratsiya qilgan bo'lsa, Google ham xuddi shunaqa. Siz doimiy Googledan user ma'lumotini so'rab turmaysiz. Har login qilgan paytda yangilab qo'yishingiz mumkin. Masalan, u Google'da ismini yangiladi, lekin platformangizda yangilanib qolmaydi. Agar o'zingiz ortiqcha request yubormasangiz. Login qilgan paytda yana bitta ism familiyasini olib yangilab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bizning holat ham xuddi shunaqa ishlaydi. Endi mantiqqa qarab, xohlasangiz faqat shu OAuth platformadan oladigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana tokenlarni ishlaydigan qilib turib. Qisqasi mana ko'rdinglar, bizning OAuth platforma demoyimiz shunaqa. Biz har ikkala tomonni yozamiz. Mana birinchi bo'lib qilamiz videoda OAuth platformani mana buni yaratamiz. Undan keyin u bilan integratsiya bo'lish tomonlarini yaratamiz. Buni ishlashligi shunaqa. Ya'ni
ikkala tomon ham bizga bog'liq. Bizi OAuth platformani yozib chiqamiz va orqasidan integratsiya qilish tomonini ham yozishimiz kerak bo'ladi. Va yana bitta narsa qilamiz video davomida. Bu OAuth platformamiz uchun dokumentatsiya yozamiz. Dokumentatsiya yozish uchun juda ham zo'r frameworklar bor. Xo'sh, mana bizdani ID o'zimizni dokumentatsiyasi. To'g'ri, bu unchalik ham mukammal emas, lekin juda ham minimalist va juda ham chiroyli. IDEOS OAuth hujjatlari, ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Nega IDEOSni tanlash kerak? Oson integratsiya, xavfsiz va hokazo. Boshlashni. Bu yoqda mana yorug' rejimlari bor. Xohlasangiz tayyor Astro degan nima deydi, framework bor, o'shanda qilingan. Ingliz tili, ruscha va o'zbekcha. Xo'p, qanaqa boshlanadi, kirish ma'lumotlar oling, ID sekretlarni xullas bu yerda o'sha dokumentatsiya mana shunaqa narsa qilishni ham aytib ketaman. Qanaqa frameworkligini bilib olinglar, Astro degan. Mana bu yerda bundan ham chiroyli qilsanglar bo'ladi, o'zingizlarni mahoratingizga bog'liq. Bu oddiy MD fayl orqali qilinadi, MDX fayllar bilan. Bunda Redmi yozgandek. OAuth shunaqa narsa ketadi, ruxsat beradi va hokazo qaytib keladi. Mana bu yerda endpointlar qanaqa ko'rsatilishi, qisqasi dokumentatsiya va sizga demak searching kerak bo'ladigan bo'lsa, mana searching ham bor. Mana muvaffaqiyatli javob, mana kerakli tekstni izlaydigan bo'lsangiz, mana istalgan joydan sizga o'sha joyni topib beradi. Mana headerlar degan joyini. Mana shu narsa dokumentatsiya hisoblanadi va buni yozib qo'ysangiz bo'ldi va sizni OAuth platformangiz deyarli ideal holatda, uni dasturchilarga dokumentatsiyani berdingiz, ular olib integratsiya qilishadi va sizni platformangizni ishlatishadi. Yokida o'zingiz ekosistemangiz ichida dokumentatsiya qilib qo'yasiz, boshqa yangi dasturchilar kelib, buni o'rganib chiqib integratsiya qilishligi mumkin bo'ladi. Videoni davom ettirsangiz bo'ladi. Uni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Qanaqa integratsiya bo'ladi degan dasturchilarga beriladi bu narsa. Shunda dasturchiga link tashlab berasizlar, bo'ldi, integratsiya qilishni bemalol o'rganib oladi va sizni platformangiz orqali yagona markazlashgan OAuth platforma bo'ladi. Bu ekosistema uchun juda ham foydali. Masalan, ekosistemangizda 10 ta 15 ta ilovalar bor, ilovalar yoki qanaqadir saytlari bor. Yuzerlarni bitta joyga yig'moqchisiz. Ya'ni bittasidan kirdi, masalan, bitta onlayn magazini bor, bittasi masalan alohida dashbord sotuvi bor. Bitta joydan kiradi, OAuth platforma orqali bir marta kirsa, ikkinchisiga kirmoqchi bo'lsa, bundan ham kiraveradi, bundan ham kiraveradi. Tushunasizlarmi? Ya'ni yuzerlar umumiy bitta joyda saqlanadi va siz bemalol analiz qilsangiz bo'ladi. Umumiy nechta yuzerlaringiz bor, qaysinga registratsiya qilgan, masalan, bitta yuzer faqat onlayn magazin ishlatyapti yoki bitta yuzer 4 ta 5 ta platformani birdaniga ishlatyapti. Bu narsalarni mana shu klient orqali kirib kelgan paytda o'zingizga saqlab qolsanglar bo'ladi. Bizaniki hozirgi holatda Google'ga o'xshab istalgan odamniki ishlayapti, ya'ni istalgan odam kiradida o'ziga klient yaratib, sekretlarni olib integratsiya qilaveradi. OneID, MyIDlarda sal boshqacha. U yoqda siz umuman klient ID sekret yaratmaysiz. Sizga o'sha platformani egalari yaratib beradi. Ya'ni o'zlarining admin dashbordidan yaratib berishadi, ya'ni yuridik shaxslar uchun alohida qilib. Siz uni bemalol boshqarsangiz bo'ladi, bu yoq oddiy narsa. Va buni login, registr qismini, masalan, platformani OTP qo'shib qo'yishingiz mumkin. Bu yoq oddiy logika. Bu bizning demoyimiz edi. Endi men sizlarga tushuntirib beraman. Buni 0 dan 100 gacha qanaqa protsesslar jarayoni bo'layotganligini, ya'ni qanaqa jarayonda u yoqga bu yoqga o'tib sakrab yuzer ma'lumotlarni olayotganligini sizlar bilan birgalikda tushunib olamiz. Lekin sizlarga bitta narsa, mana bu postlarga ham alohida aytib ketasizlar. Mana qaranglar. Billie Eilishdan bitta zo'r gap chiqqanda, hayotimni o'zgartirgan kanal degan, mana ko'rasizlar, yangi post qo'yibdi-da. Men Azdini YouTube'da ko'rib, musiqani tashlagan, musiqa tashlab yuborganda videolarimni ko'rib. Endi backend yozyapman. Hayot boshqacha levelga chiqdi. Mana ko'rib turibsizlar. Billie Eilishni o'zi mana podpischigim bo'ladi. Mana Selena Gomez ham bor, Taylor Swift ham bor, xullas Ariana Grande ham bor-da, ko'rasizlarmi? Lekin bizda obuna bo'lishmaydi. Ko'pchilik o'shaning uchun obunani bosib qo'ying, video foydali bo'ladi. Endi nima qilamiz? Excel Drawga o'tsak ham bo'ladi. Endi kelinglar sizlar bilan mana shu OAuth platformadagi 3 ta atama haqida gaplashib olamiz. Birinchisi, OAuth o'zi nimaligi haqida. Mana OAuth ko'rib turibsizlar. Bu Open Authorization degan qisqartmasi hisoblanadi. Bu narsa, mana qarang. Foydalanuvchi nomidan boshqa ilovaga resursga kirish uchun ruxsat berish protokoli. Ya'ni ko'rasizlar, siz ya'ni klient bilan kirayotgan paytida
shunchaki yuzer ma'lumotini uzatadi, ya'ni ruxsat beradi. Qaranglar, authentication emas, sen kimsan emas, sen nimaga ruxsat berasan haqida. Ya'ni avtorizatsiya bor, autentifikatsiya bor. Bu narsalarni ajratib bilishimiz kerak. Autentifikatsiya bu tizimga kirish jarayoni, avtorizatsiya bu uni nima deydi, qayerga kira olishini boshqarish jarayoni. Ya'ni ruxsatlarni, permishlarni boshqarish jarayoni. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu autentifikatsiya emas, bu avtorizatsiya hisoblanadi. Bu open authorization degan nomidan bilsanglar bo'ladi. Misol uchun, Notion Google akkauntiga kirmoqchi. Google parolingizni Notionga bermaydi. Ya'ni Google parolingizni, ya'ni Google'ga qo'ygan parolingizni u Notionga bermaydi. Bundan tushunsanglar bo'ladi. Faqat ha, bu odam mening foydalanuvchim, unga ruxsat ber deydi. Ana shu jarayon OAuth hisoblanadi. Mana bu joy juda ham tushunarli qilib yozilgan. Ya'ni Notion nimaga Google bilan integratsiya qiladi? Notion'ning maqsadi bu user fake emasligini bilish. Buni qanday aniqlaydi? Google orqali. Masalan, Google'dagi akkaunt bor bo'lgan odam bu fake emas. Ya'ni aniq qandaydir jismoniy shaxs. U nima deydi? Google akkauntini to'ldirgan. Google'da bilasizlar, har xil o'zini OTP'lar bilan har xil tasdiqlash jarayonlari bor. Demak, shunga qarab ish qiladi. Bizning platforma ham xuddi shunaqa ishlaydi. Undan keyingisi client haqida gap ketyapti. Client o'zi nima deydigan bo'lsalar, mana bu joydan bilib olasizlar. OAuth ishlatayotgan ilova, ya'ni OAuth'ni ishlatayotgan ilova. Bizani OAuth'imizni 10 ta 15 ta klientlari bo'lishi mumkin. Masalan, bittasi blog app, bittasi onlayn magazin, hokazo. Shunaqa tartibda ishlaydi mana. Va klientlarning turlari bor. Confidential, bu Laravel, Backend, Django, ya'ni bu maxfiy degani ochiq, ya'ni public, ommaviy va maxfiy client turlari bo'ladi. Maxfiy nima degani? Server to server bo'ladi. Ya'ni uni backendi bo'ladi va uning backendi bizani OAuth platformaga muloqot qiladi. Uni front-end emas, to'g'ridan-to'g'ri front-end emas. Uning front-endi, ya'ni blog saytning front-endi o'zining backendi orqali bizni OAuth platformaga murojaat qiladi. Publicda esa Notion, Obsidian backend yo'q, SPA, ya'ni ilovalarida. Bu nima degani? Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Ilovani o'zi backendsiz bo'lishi mumkin. Aynan shu jarayonda bu public client hisoblanadi va u backend orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri frontend tomonning o'zi bizani OAuth platformaga murojaat qiladi. Bu narsa public client deyiladi. Muhim narsa bor. Backend bor bo'lsa, doim confidential client ishlatiladi. Public client faqat markaziy backend bo'lmagan holatlarda ishlatiladi. Buni xavfsizlik tomonlama minuslari bor. Bu narsaga yechimlar ham bor. PKCA degan xavfsizlik anaqasi bor. Ya'ni backenddan bo'lmagandan keyin frontend tomonidan request yuboriladi, to'g'rimi? Masalan, bizani OAuth platformaga. Bu degani ketayotgan requestni istalgan odam ko'rishi mumkin. Xoh ilova bo'lsin, xoh brauzerdan, ya'ni frontend bo'lsin. Siz requestlarni ko'ra olasiz, qisqasi. Agar Next.js'da o'zi server sayt qilib yashirmasangiz, lekin oddiy default frontendi ko'rinadi. Bu narsa demak tavsiya qilinmaydi unchalik, agar vaziyat taqozo qilmasa. Stand alone ilovalar yoki uchinchi tomon dasturchilar uchun. Qisqasi, klientni tushunib oldik. Undan keyin user. User degan tushuncha bor. Bu nima? Resource owner, ya'ni tizimdagi haqiqiy foydalanuvchi resurslarning egasi. Misol, Azizbek o'z Google akkauntining egasi. Bu yerdan tushunishingiz mumkin. Notion'ga Google orqali kirishni bossam, u yerda men userman. Men hech qanaqa u yerdagi dasturchi emasman. Masalan, men Notion'da ishlamayman, Google'da ham ishlamayman. Men bu yerda dasturchi emasman, oddiy user rolidaman. Va Google akkaunt meniki. Men Google'dan registratsiya qilganman, u meni akkauntim. Shundan bilsanglar bo'ladi. Notion Google orqali meni akkauntimni so'rayapti. Ya'ni meni akkauntimdagi ma'lumotlarni so'rayapti. Bu joyda ajratib olish juda ham oson. Va demak, boshlang'ich tushunchalarimiz shular. Endi kodni qanaqa ishlashligini asta-sekin tushunib olsak bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasam endi qanaqa ishlashligini sizlar bilan birgalikda tushunib olamiz. Birinchi bo'lib user sign in with Google bilan boshlaydi. Ya'ni o'zini platformasida qanaqadir ko'rdinglar, bizda ham bor. Mana logout chiqib ketamiz. Login with ID uz bilan boshlaydi. Undan keyin nima qiladi? Buni bosganidan keyin client tomon, ya'ni bu yerda clientni tushunib oldik. Client bu Notion, ya'ni OAuth platformasi Google.
Google uchun Notion client hisoblanadi. Client nima qiladi? Authorized'ga so'rov yuboradi. Ya'ni ma'lum bir o'zini authorize degan URLga so'rov yuboradi. Nima so'rov yuboradi deydigan bo'lsanglar, mana client ID, redirect URI, response type va state'larni yuboradi. Bu yerda ID ni bilamiz, o'zini dashbordidan client yaratganda ID sekretlab beriladi. O'shaning ID'si, redirect URI bu o'sha joyda qo'yilgan callback URI. Undan keyin response type kod, bu kod qaytarasan degan ma'noda. Mana bu callback'ga va state'i bor. CSRF himoya uchun deyilgan. State nimaligini keyin tushunib olamiz. State random string, ya'ni maqsadi mana bu joyda ikki qator bilan bemalol tushunib olsanglar bo'ladi. Request va response bir-biriga tegishli ekanligini tekshirish. Ya'ni tasavvur qilinglar, sizlarda 100 ta klientlar bor. Ya'ni OAuth platformamiz bor, 100 ta client bor. Har xil requestlar kelishni boshlaydi, to'g'rimi? Ya'ni clientni o'zi ham bilishi kerak, yuborgan request bilan, ya'ni authorize yana qaytib keladi bunga. Ya'ni bildik. Mana bu joydan bilishinglar mumkin. Qaranglar, mana login biz qilamiz. Mana OAuth platformaga o'tdi, clientdan OAuth'ga sakrab o'tdi. Buni bosamiz, mana tepasini ko'rishinglar mumkin. Qaranglar. Authorize client ID deb turib client ID ketyapti. Undan keyin redirect URI ketyapti. Oxirida mana response type va state ketyapti. Mana state randomly string bor. Ya'ni clientdan OAuth platformaga o'tib keldik. Endi authorize'ni bosamiz. Mana shu holatda birpasda bu yoqqa o'tib hal bo'lib ketdi, orqa fonni uncha ko'ra olmadik, to'g'rimi? Mana shu holatda qaytib kelgan paytida bu, ya'ni klientimizga bergan state'ni qaytarib klientga berish kerak va klient vazifasi o'zi bergan request'ni, ya'ni aynan o'zi bergan protsessdagi state'ni tekshiradi. Ikkalasi bir xil bo'lsa, keyin jarayonni amalga oshiradi. Bu parallelni ishlagan paytimizda yoki CSRF haqida gap ketyapti, ya'ni so'rovni soxtalashtirmasligi uchun. Masalan, bitta odam topib oldi, bizada bor. Mana bu callback URL'imizni topib oldi mana. Qaranglar, mana bu OAuth callback bor. OAuth callbackni kimdir topib oldi de, ya'ni redirect qilgan payt kimdir topib oldi va bu yerga o'zi soxta kodni yubordi. Mana kod keladi, bu platforma tomonidan soxta kodni qo'ydi. U soxta kodni ham qayerdandir olgan. Enter'ni bosadi. Mana shu holatda mana ko'rasizlar, invalid state deb aytyapti. Ya'ni state so'raladi bu joyda va state beradigan bo'lsak ham, qaranglar. State beradigan bo'lsak ham invalid state beraveradi. Sababi bunaqa state birinchi holatda umuman yo'q. Ikkinchi holatda bor bo'lsa ham bu boshqa birovni o'rniga yuborishga harakat qilgani uchun uni state'iga to'g'ri kelmaydi va umuman bu narsa to'g'ri kelmaydi va nima deydi, requestni soxtalashtirib bo'lmaydi. O'shaning uchun bizga state kerak. Mana client yaratgan random string, request va response bir-biriga tegishli ekanligini bilish. Ya'ni imенно siz yuborgan request bilan OAuth platforma qaytarib bergan response ikkalasi bir-biriga bir xil ekanligini tekshirish jarayoni. CSRF hujumdan himoya qiladi. Mana ishlashligini tushunib olsanglar bo'ladi. Client yaratadi, authorize'ga beradi, authorize uni qaytarib redirect qilib beradi. Xullas, mos kelmasa rad etiladi. Bo'ldi. Mana bu joyga qaytib qo'yamiz. Undan keyin nima bo'ladi? Mana get request bilan yubordi. Client nima qildi? OAuth platformaga yubordi. OAuth platformada kelgan request ushlab oladi va tizimga kirmagan bo'lsa registr yoki login qilishning logikasi bo'ladi. Bu narsani bilamiz. Qisqasi bu yerda AUZ bo'ladi. Ya'ni bu AUZni qanaqa qilish sizning qo'lingizda. Xohlasangiz OTP bilan qiling, xohlasangiz umuman emailga xat yuboring va hokazo. Bu biznes logikani o'zingiz qo'lingizda. Mana bu joyga kirib keladi. Bundan keyin login yoki registr qilganidan keyin nima bo'ladi? User mana bu pejga kirib keladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda so'raydi, authorize qilasam yo'qmi deb mana so'raydi. Xo'p, agar client cancel bosadigan bo'lsa, mana ko'ramiz, chiqamizda login qilamiz. Cancel bosadigan bo'lsa, orqasiga qaytib keladi. Bu joyda tizimga kirib ketdi. Bu bizning platforma xatosi bor ekan. Cancel qilgan paytda nima qilishimiz kerak? Mana bu joyni o'ziga shunchaki qaytib kelishi kerak. Agar authorize bosadigan bo'lsa, haqiqatdan user ma'lumotini berish kerak. Bizda hozir cancelda ham beradigan bo'lib qo'ygan. Cancel logikasini mana o'zimiz birga YouTube kanalida qilamiz. Authorize bosadigan bo'lsa, nima bo'ladi mana?
Authorize deb ruxsat berganidan keyin authorization code, ya'ni avtorizatsiya kodi yaratadi va klientga qayta yo'naltiradi. Mana qarang. Kodni random string qilib yaratadi. Randomly, ya'ni bu OAuth platforma tomonidan randomly yaratiladi. Nimagaligini hozir bundan keyingi jarayonda bilamiz. Undan keyin state. Client bergan state'ni o'ziga qaytarib beradi. Qaranglar. Bu yerda kodni haqida tushuncha olamiz. Mana authorization, ya'ni avtorizatsiya kod nima? Vaqtinchalik oraliq kod xususiyati, ya'ni uning davomiyligi 1 daqiqadan 5 daqiqagacha, ya'ni biznes logikadan kelib chiqib qo'yiladi. Faqat bir marta ishlatiladi. Ya'ni kodni bir marta ishlatasiz, undan keyin yuzuqni belgilaysiz yoki o'chirib tashlaysiz. Bevosita token emas, ya'ni u token emas, u bilan aralashtirmaylik. Token olish uchun almashtiriladigan kod, ya'ni u kodni nima qilamiz? Redirect qilib callback'ga beramiz klientga. Klient uni olib, yana qaytarib bizga beradi. O'sha paytda biz kodni tekshiramiz, bor bo'lsa token yaratib beramiz. Nima uchun to'g'ridan-to'g'ri token emas? Kod redirect orqali keladi, URL da ko'rinadi. Token esa server to server yashirin almashtiriladi. Ya'ni bu yerda logout qilib chiqamiz-da, login qilamiz. Bu yerda kod yo'q, lekin authorize ni bosganimda bizani platforma aslida 3000 ga qayta redirect qiladi. O'sha paytda tepasida, ya'ni URL da kod keladi. Uni kimdir ushlab olishligi ham mumkin. URL ko'rinadi va token server to server, ya'ni tokenimiz server to server bo'ladi. Bu yerda state haqida bor va mana CSRF nimaligini bilmaydigan bo'lsanglar, mana cross site request forgery. Hujumchi foydalanuvchi nomidan request yuboradi. State parametr bu hujumni bloklaydi. Misol uchun, hujumchi o'z kodini sizni sessiyangizga, ya'ni tiqishtirmoqchi bo'ldi. Ya'ni o'zini kodini oldi, kodini ko'rib qoldi. Mana bu joyda kodni qanday qilib ko'radigan bo'lsak, mana login qilamiz. Yuqorida kodimiz bor. Qaranglar. Mana sizlarga hacking qilish uslubi. Mana kodini ko'rib turibsizlar. Yo'q, kod authorize ga qaytib keladi. U callbackni u dasturchi, u bemalol kelgan kodni ushlab olishi mumkin. Mana sizlarga ko'rsatib beraman o'zim. Qanday qilib hacking qilmoqchi bo'lishini va state u jarayonni qanday qilib qaytarib qolishini mana qaranglar. Tasavvur qilinglar, state qilinmagan. Callbackda mana kod kirib keladi. Ko'rishlar mumkin. Endi bu narsani DD qilamiz. Payload emas. Payload emas, request all qilamiz. Mana. Ko'rishlar mumkin. Orqasiga qaytaramiz. Bu o'zim yozgan, masalan, men backendchiman, oldim. Integratsiya qilib ko'ryapman. Authorize bosamiz. O'zim kodni ushlab oldim. Bu meni kodim va mening state'im. Endi men bu kodni olaman-da, qaysidir kimnikigadir kirib, nima qilaman? Soxta qilib yuborishga harakat qilaman. Ya'ni uni endpointini topib olganimdan keyin callback URLni, mana meniki ham callbackim shunaqa, taxminan nimadir qilib topdi va mana bu joyga kodiga mana alohida session qilamiz-da, qaranglar. Bu yerda state'ni вообще state'imiz bizdagi muammo shundaki, uni state'ini bilmaymiz. Ya'ni buzmoqchi bo'lgan odam uni state'ini bilmaydi. U o'zi alohida random yaratadi va kodni lekin o'zinikini yuboradi. Uni request uchun. Mana kodni yuborib qo'yamiz. Invalid state, ya'ni bu yerda agar biz state'ni ishlatmaydigan bo'lsak, istalgan kodni beradigan bo'lsak, agar u kod bor bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bizni anaqamiz ishlab ketadi. Ya'ni soxta so'rovga javob beradi va jarayon davom etib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun state bizga kerak bo'ladi. Ana bu state olib tashlaymiz, orqasiga aytib tashlaymiz. Va tushundinglar deb o'ylayman. State bu boshqa birov o'rniga request yubormasligi uchun va request bilan response bir xilligini tekshirish uchun. Undan keyingi holatda callback mana ko'rasizlar. Ya'ni client tomonga qaytaryapti. Callback'iga kod bilan state'ini beryapti. Keldi, clientga keldi. Mana client nima qiladi? State tekshiradi. Redirect qaytgach, kod va state'ni oladi va state'ni tekshiradi. Nima qilib tekshiradi mana? Agar storage state, ya'ni o'zini har bir sessionida saqlab qoladi, sessionida yoki nima deydi? Cache'da saqlab qoladi, user IDga bog'lab turib yoki nimagadir bog'lab turib, tekshiradi. OAuth platforma bergan state bilan bizni saqlagan state bir xilmi? Bir xil bo'lsa, bo'ldi. Proses davom etadi. Bir xil bo'lmaydigan bo'lsa, mana invalid state qaytaradi. Bu yerda client state'ni o'zini cache'ga yoki sessioniga saqlab qolgan bo'ladi.
state'ni mana o'zidagi state bilan OAuth'dan kelgan state'ni teng bo'lsa, bu degani aynan shu requestni biza kutyapmiz. Ya'ni OAuth platformada mana shu requestni biz o'zimizga kutyotgandik. Aks holda bu soxta request yoki xato request bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Tekshirdik. Undan keyin nima bo'ladi? State'ni tekshirgandan keyin hammasi yaxshi bo'lgandan keyin undan keyingi protsess bor. Bu access token olish. Mana access token olish client backendni access token olish uchun clientni backendi OAuth platformaga request yuboradi. Mana ko'rib turibsizlar. Qanaqa request deydigan bo'lsanglar, mana OAuth platformada shunaqa endpoint'i bor. Token berish uchun bu yerda authorization code, ya'ni grant type yuboriladi. Grant type nima deydigan bo'lsanglar, 3 xil authorization, ya'ni avtorizatsiya kod, bu foydalanuvchi bor login kerak degani. Client credentials, bu server to server foydalanuvchi yo'q va refresh token, bu tokenni refresh qilish uchun. Bizning holatda faqat authorization kod kerak bo'ladi. Buni qaranglar. Nima bo'ldi? Vaziyat tushunamiz. Qaranglar, yana bir marta ko'rsataman. Login with IDUs. Kirdik, ruxsat berishib nima edi? Clientdan turib OAuth platformaga sakrab o'tdik. Authorize bosgan paytda mana shu yerda turibmiz hozir. Mana authorize bosgan paytda bu OAuth platforma kod bilan state'ni bunga uzatadi. O'sha jarayonda klientimiz nima qiladi? State'ni tekshirib ko'rib yaxshi bo'lganidan keyin o'zi bergan kodni oladi-da, mana kodni olib, mana bu o'zini alohida endpoint'i bor. Bu narsani biz dokumentatsiyada ko'rsatamiz. Bu yerga yuboriladi. Authorization code, client ID, client secret. Mana shu joyda secret ishlatiladi. Nimaga desanglar, hozir bundan keyin biznes logikani ko'ramiz. Undan keyin kod, ya'ni mana buni bosganda boya qaytib kelgan kodni olib, to'g'ridan-to'g'ri biz bunga qaytaramiz va redirect URI mana shu joyda ham beriladi. Bo'ldi. Ketdi request. OAuth platformaga keldi request. Bu narsa backend tomonda bo'lmoqda, ya'ni frontend ko'rmaydi buni. Clientni ID'si orqali izlab topadi, yo'q bo'lsa invalid client beradi. Clientni secretini tekshiradi, ya'ni ID bilan secret bir-biriga bir xilmi degan narsani tekshiradi. Noto'g'ri bo'lsa invalid client secret beradi. Ya'ni bu hacking qilmasligi uchun client secret bu aslida faqat backendda saqlanadi, ya'ni backend tomonida saqlanadi. Uni frontend ko'rmaydi umuman. Va URLda ham ko'rinmaydi. U faqat server to server muloqot qiladi. Authorization code, ya'ni ko'rasizlar, mana bu kod kelyapti bunga. Kodni qaraydi, kod o'zi bormi? Ishlatilmaganmi? Mana qaranglar. Kod aynan shu klientga tegishlimi? Birinchi tekshirilyapti. Kod muddati o'tmaganmi? Ya'ni muddati bor uni. Kod hali ishlatilmaganmi? Ya'ni kod bir martalik bo'ladi, one time use. Ishlatilgan bo'lsa kod already used. Bo'ldi, tekshiruvlardan o'tib keldik. Kodni ishlatilganda belgilaymiz. Bo'ldi, bir marta ya'ni to'g'ri bo'lgandan keyin ishlatilgan belgilaymiz, ikkinchi marta ishlatib bo'lmasligi uchun va undan keyin access token yaratamiz o'zimizning backendimizda. Keyin tokenni nima qilamiz? Clientni backendiga uzatamiz. Access token typelari va expiry timelari kelyapti. Mana keldi. Client nima qiladi? Tokenni oladi, maqsadga qarab o'ziga saqlab qolishligi mumkin yoki-da turgan joyda tokenni olib, shunchaki mana API userga yuboradi, user ma'lumotini olish uchun mana. Tokenni oldi klientimiz, shunchaki tokenni olib, yana qaytarib user ma'lumotini berib yuboramiz. User ma'lumotini olish uchun request yuboramiz. Mana request keldi. Bu yerda tokenni tekshiradi OAuth platforma. Bu yerda redirect bo'lmayapti. Server to server post metod bilan requestlar bo'lmoqda. Mana bu joyda metodlarni ham ko'rishingiz mumkin. Get bu yerda, chunki tokenni olish uchun get yuboramiz. Mana bu yerda esa get bilan mana bu joyda post bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar. Keldi, tokenni qaytardi, tokenni olib bunga yubordi, token tekshirdi, user agar token expiry bo'lmagan bo'lsa, user ma'lumotini qaytarib mana shu JSON ko'rinishida klientga beramiz. User ma'lumotni oladi, databasega saqlaydi, maqsadga qarab ish qiladi. User o'zini DBSga saqlab qo'ygan bu yog'iga oddiy bo'ladi. Ya'ni token yaratadigan bo'lsa 30 kun qiladi yoki access token, refresh token o'zini biznes logikasi bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar biznes logikasini. Mana bu yerda bosgandan keyin bo'ldi, kodni berdi, backend kodni oldi, yana qaytarib OAuth platformaga uzatdi. Orqa fonda bo'lyapti bu narsa backend o'zida. U kodni olib tokenni qaytardi, tokenni olib yana OAuth platformaga yubordi, u user ma'lumotini yana qaytardi. O'ylashim mumkin, mana bu joyni o'zida
token bilan birgalikda yuzer ma'lumotini berib yuborsak bo'lmaydimi deb turib, biznes logikaga bog'liq OAuth platformani o'zinglar yozyapsizlar. Standart narsa mana shunaqa ishlaydi. Tokenni alohida beradi, u tokenni olib, backend alohida request yuborib yuzer ma'lumotini olishligi mumkin. Yokida ham tokenni berib, ham yuzer ma'lumotini mana shu joyga obyekt qilib tiqib yuborsanglar, alohida request yuborib o'tirmaydi client. Mana shu yerdan user yechib oladi va bo'ldi. Yoki mana bu yerda GVT token ishlatadigan bo'lsanglar, uni dekod qilib, ichidagi yuzerni yechib olishligi mumkin bo'ladi. Bu narsani ham iloji bor. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, yarim soatcha bo'pti videomiz. Ishlashligi shunaqa. Ko'rib turibsiz, juda ham zo'r. Mana create post qiladigan bo'lsak, postlarimiz ham yaraladi. Bu yog'iga oddiy user o'ziga olib login qo'ygan. Post yaratildi mana. Xo'p, chiqamiz. Login qilishga harakat qilamiz. Bor. Ruxsat beramiz. Bo'ldi. O'sha user va siz yana biznes logikangizga qo'shishingiz mumkin. Nimani? Mana bu joyda switch account, ya'ni account bo'ylab switchlarni qilish. Bu ham OAuth platformani ichida aslida unchalik OAuthga aloqasi bo'lmagan, ichida shunchaki OAuth bilan autentifikatsiyaga bog'liq bo'lgan narsa, ya'ni bir marta kiradi, Telegramga o'xshab 2-3 ta akkaunt bog'lab qo'yadi-da, keyin mana bu joyda switch qilib yurishi mumkin. Masalan, 2-3 ta akkauntining orasida switch qilib, kerakli akkaunt tanlab ma'lumotni uzatadi. Qisqasi tushuntirib berishga juda ham harakat qildim. Tomoqlarim og'rib ketdi. Mehnatni qadrlab, yana like bosib, podpiska tashlab, yana obuna bo'lib, kuzatasizlar degan umiddaman. Chunki meni shaxsan Selena Gomez, Billie Eilishlar kuzatadi. Sizlar ham mana shunaqa mashhurlar qatorida bo'lishni istasangiz, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Isroil Bazizbek bo'ldi. Videoning ikkinchi partida ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Albatta fikringizni yozib qoldiringlar.